Marg'ilon shahar Kirgili-Mosga chiqaverishlaringda do'stlar, Nadirmat yoshlar ko'chasi deyilarkan, bu tarafi Temirxon akaning bazalari. Shu xonadonimiz sotuvga chiqyapti do'stlar. 6 sotikli pishgan g'ishtda qurilgan. Batafsil ma'lumotni ichkarida beraman. Xonadonimizni ko'rib turibsizlar, o'ta ham fayzli qurilgan. Xonadonga kirishingiz bilan o'zini 10 metrli boloxonasi bor. Xohlang 2 ga bo'lib 2 ta xona qilib qo'ying, xohlang 10 metrli chiroyli mehmonxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari 4 ta yarim tayyor pishiq g'ishtda qurilgan xonadonlari bor. O'zini ichki sanuzellari bilan o'zingizni didingizga moslab idealniy qilib remont qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz yana 2 etajga moslab qo'yishgan, ikkinchi etajini ham qurib olsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga qolgan joylarni ham tushuntirib o'tamiz. Xonadonimizni mana garajdan tugashi bilan bu tomonni ko'rasiz, zelon zona qilib olsa bo'ladigan sharoiti bor. Tashqi tomonda oshxonasi mana ko'rib turibsizlar. Kirganlaringda chap qo'lda sanuzeli mavjud do'stlar. Sanuzeldan chiqqaningda 2 ta xonasi kutib oladi. To'g'ri qishda qiynalmasligi uchun oshxonaga yana bitta eshik ochib qo'yilgan. Shunday chiqishlaringda bu tomonda yana bitta xonasi bor do'stlar. Qolgan 2 ta xonani ko'rsatmadik, sababi oila a'zolari o'sha xonada turishibdi. Undan tashqari bu tomonda molxona, qo'yxona misol mavjud, boqqani chiroyli sharoitlari bor. Ibrohimjon, turing, nima o'tiribsiz? Boring obzorini qiling. Orqa tarafiga o'tishingiz bilan to'g'rida 10 ta mol sig'adigan molxona qurib berishgan. Do'stlar, o'zlaringga moslab bu tomonga xohlasalang o'choq tandir qurib, xohlasalang bir tomonda mol qo'yib boqsalang bo'ladi. Xonadonimiz egalarining raqami bilan sotuvga chiqyapti. Egalar tomonidan narxi 53 ming deb belgilashyapti. Oz-moz kelsa bo'ladigan joyi bor. Ekranda egalarning raqami turibdi. Bemalol telefon qilib savdolasalaring bo'ladi.